Ölgen ana. 4. qism. Men ayolim bilan onamning oldida tizilib o'ltirman. Onam bizning o'zining oldida tizilib o'ltirganimizni ko'rib, yotgan yerdan yerim turdi. Hamda bizga qarab, "Bu nim qilayotganinglar bolalarım, o'rninglardan turinglar," dedi-da chinqilib o'tilib ketdi. Men ayolim bilan tangla o'zimizni onamga otdik. Onam tig'ichila chinqilib o'tilyotdi. Yuragim shunchalik og'irdi. Mening yuragim hech qachon bundoq og'rib boqmagan edi. Ayolim bo'lsa, o'rindan tezlik bilan turib, oshxona uyga qarabmoqdi. Demak, u choy akirish uchun mangan edi. Men bo'lsam, onamning do'mbisiga yenik urib-o'tdi. Onam bizning jiddiylashyotganligimizni ko'rib, "Bo'ldi, bolalarım, ansirmanglar. Menga hech ish bo'lmaydi," dedi. Onamning bu gapi titrab chiqib-o'tdi. Chunki biz hech qachon onamdan ansirab boqmaganligimiz uchun bu gap onamga yot tuyulib-o'tdi. Bu chaqda ayolim bir piyola choyni ko'tarib kirdi. Hamda onamga ichirishga boshladi. Buni ko'rib, qalbimda shundoq bir illiqlik paydo bo'ldiki, buni til bilan ifodalash ters edi. Men tunji qitim mehr muhabbatning ulug'lig'ini, uning kishilar qalbiga bir xil shirin sezim ato qildig'ini his qildim. Onam choyni ichib bo'lib, o'zini yostiqqa tashlab etib, "Bo'ldi, bolalarım, men ozroq aram elib olay," dedi. Ayolim bo'lsa, menga sirtqa chiqishga ishorat qildi. Men ayolimning gapi bo'z kerak deb, onunga agishib sirtqa mangdim. Biz onam yotgan hujurning oldiga chiqib to'xtadik. Eshik ochiq bo'lib, sirtdan onamni ko'rib turardim. Ayolim: "Qaraganda opamga sovuq o'tib ketgan o'xshaydi. Doktorga ko'z tutib baqsaq, qanday deysiz?" Bu gapni anglab, yuragim qartliq qildi va ixtiyorsiz onamga qaradim. Qaradimda yuragim ichib ketdi. Chunki ana yotgan chin yipini bo'ldiqlab yig'layotdi. Onamning yig'layotganligini, yipingan yotqinning yenik to'rashlarda bilgan edi. Ayoli mening o'zining gapiga quloq solmaganimni bilib, "Men gap qilyapman. Onamni doktorxonaga olib boraylik. O'ksisiga sovuq o'tib qolgan bo'lishi mumkin," dedi. Shu chaqdala ko'z oldimga onamni kecha sovuqda bir kecha sirt qo'yg'ini esimga keldi. Ko'zimdan ixtiyorsiz pushaymon yoshlari to'kilishga boshladi. Men nima deyishimni bilolmay ayolimga qaradim. Qaradimda hayron qoldim. Chunki ayolimni yig'layotdi. Men o'zimni besib elib, "Bo'ldi, ko'nglimni yerim qilma. Onamga yetish bo'lmaydi," dedi. Ayolim bo'lsa, tuyuqsiz o'zining mangziga bir shapuloq selib, "Hammasi mening kasoftim. Men onamning beshiga sovuq suvni quymagan bo'lsam, hamda shu tozliq uyga yalang'och bet solib qo'ymagan bo'lsam, bundoq bo'lmagan bo'ladi. Bilyotaman, men bir kunlarda buningdan better holga qolaman. Men uchun haq bilimsiz. Bu kunni hozirlik kelsikan deb o'ylayapman," dedi yig'lab turib. Ayolimning so'zini angla. O'zimni besib ololmay,
unsiz yig'laganimcha onamning hujursiga o'zimni etishga tamshilvidi. Bu niyetimni bilgan ayoli mening belikimni qalqib tutib oldi. Hamda ko'zimga qarab turib, "Bo'ldi, ayib menda. Hozir onamni doktorga ko'rsatish eng muhim", dedi yig'isini to'xtatdi. Asli men ayolimga hamma ayib menda. Men onamni tirik ko'mivatdi demoqchi edi. Lekin og'zimga bu gap kelmadi. İzzet. Dedim öz-özümge. Biz mi adam bulduk mu? Ben mi adam buldum mu? Ben özümni bir anının oğlu deyişki salaydım toşmaydı. Ben qandaq özümni cazalığınımda anamga yüz kilerlerine. Dedim ayolımga özümni taşlap. Biz bir-birimizga chin yipishib turib, bolduqlab yig'lashga boshladik. Dal shu chaqda onamning qattiq yo'talgan ovozi biz ikkimizni sagitib qo'ydi. Biz oldirab onamning qishig'i kirdik. Onam chin qilib yo'talganicha nafasni ololmayotdi. Men onamning beshini yulish uchun qo'limni onamning beshiga yiqinlashtirishimga onamning eg'izidan qip-qizil qonlar yotdi. Bu qon onamning og'zidan emas, mening yuragimdan chiqayotdi. Men ana meni kechir. Meni kechir ana. Dedi. Hamda mening og'zimdan faqatla mushu gapli chiqadi. Ayolim, "Ana, bizni qo'rqitmaslar. Qani tursizlar, doktorxonaga boraylik", dedi. Onamni yo'lamoqchi bo'ldi. Lekin onam, "Bo'ldi, bolarim. Bu qiyrilik kesili. Doktorga bağım bilemmo. Mening bu keselim pishib qoldi. Foydasi yo'q", dedi aran-aranla. Men shu chaqdala ayni chaqdagi onamga qilgan razillikimni o'ylab, öksüp yig'lab ketdim. Ana mening yig'layotganligimni ko'rib, yirik va shunchalik mehrli qo'llari bilan ko'zimdan tushgan yoshni surtishga boshladi. Yuragim o'rtanayotdi. Tilimga gap kelmaydi. Men faqat shuni o'ylagan edimki, onamning manzimdagi qo'lining manzimga uzunroq tegib turishini o'ylabdim. Ayolim bo'lsa, karvat oldida tizlanganicha onamning chiroyiga qarayolmasdi. Yerga enishqanicha yig'layotdi. Onam mening manzimdagi qo'lini asta tortib, ayolimning enishib turgan beshiga qo'ydi. Hamda, "Yig'lamang qizim. Men sizning oxiri bir kuyimchan, mehribon ona bo'lishni, o'g'limga vafodor ayol bo'lishni tanlagingizni ko'raldim. Endi o'lib ketsam bu pushaymonim yo'q", dedi dona qil. Bu gap ayolimning onamning bag'riga o'zini etishga sababchi bo'lgan edi. Ayolim onamning bag'rida turib, "Meni kechiring ana. Meni kechiring ana. Meni kechiring." Men o'rnimdan tezlik bilan turdim-da, ayolimga qarab, "Tez bo'ling. Onamni doktorxonaga olib boraylik." Onamning qarshilik qilishiga qaramay, onamni
balını apaş qilgandek apaş qilib sirtqa maqdi. Anam shunchalik ojizlashib ketgan bo'lib, menga hech qancha qarshilik qilolmayotdi. Faqat meni aromimga qo'yinglar bolalarım deydi. Men onamni yutib ketyapman. Tirik ko'mib etish uchun emas, barliqimni, hayotimni, mehribonimni qaytirib kelish uchun ketyapman. Kallamda bo'lsa nurg'un xiyollar hukm suryapti. Mening rezillikim bo'lsa, ayolim bilan mening o'tirimda o'z xufiyonligi bilan meni masxir qilyapti. Qadamlarim bo'lsa shunchalik tez ilinayapti. Bu bir jup putum o'zaro so'zlashmoqda edi. Birsi deydi: "Men bundaq odamning puti bo'lganimdan daraxtning puti bo'lib qolsam-chi, hech bo'lmasa boshqalarga soy beradi" desa, yana biri: "To'g'ri deysan. Men bu vafosizning putini badanini ko'tarib turganda, sen degandek daraxt bo'lib qolsam-chi" deydi. Ishqilib barliq a'zoyim meni ayblaydi, masxara qiladi. Buni o'zimni biladim. Onamning yurak, qalb tegishlari menga madad beryapti. Chunki onam meni chin quchoqlab olgan edi. Onamning ig'ir tiniqlari bo'lsa, mangzimga yenik uriladi. Dal shu chog'da ayolimning doktorxonaga keldik degan gapi meni bu masxir ayblashlardan qutuldirgan edi. Men esimga kelib, doktorxona ichiga qadam bosdim. Beshinchi qism. Men rentgen bo'limida saqlayapman. Ayolim bo'lsa, onam bilan birga kirib ketgan edi. Nemishqidir, ko'nglim bir qismi bo'lib, yuragim siqilayotdi. Vicdonim soti meni o'z so'roq sahnasida so'roq qilyotdi. Men or-nomus ichida sotga javob beryapman. Atrofimdagi nurg'un tomoshabinlar menga masxarlik, shundoqla g'azab, nafrat ko'zlari bilan qarayotdi. Ularning ichidan ba'zilari meni tirik kuydirib etish jazosini berishni talab qilsa, yana ba'zilari meni tirik ko'mib etib, tirik ko'mib etishning ta'mini bildirib qo'yishni talab qilyotdi. Men unsiz holda ikkinchisini tanlayotdim. Chunki men onamni tirik ko'mib etgan edim. To'yiqsiz ishik ichilib chiqib kelgan doktor bu vijdon so'riqini to'xtatib qo'ydi. Men tushib ketgan beshimni asta ko'tarib doktorga umid bilan qaradim. Doktor, siz bemorning o'g'limi? deb so'radi. Bu savol menga shunchalik og'ir savol bo'ldiki, bunga nima deb javob berishni bilolmayotdim. Chunki men o'zimni onamning o'g'li deyishdan qo'rqyotdim. Navoda shundoq desam, doktorning mening mag'zimga g'azab mushti bilan urishi. Shundoqla: "Senmi o'g'il bo'ldingmi? Ey hayvon, qani sening odam ekan?" deb so'ragan savoliga qanday javob berish menga qorong'u edi. Doktor mening hayiqib turganimni ko'rib: "Siz bemorning tuqqani bo'lamsiz?" deb qayta so'radi. Bu savolga javob berish menga oson to'xtagan edi. Chunki doktor ikkinchi qitim savolida o'g'il degan so'zni ishlatmagan edi. Men
shundoq. Dedim-de, doktorning ko'zidan umid izlashga boshladi. Men bilan ishxonaga keling. Degenicha meni boshlab mangdi. Bu boshlab mangish bo'lsa, manga xuddi vijdon sotim chiqargan o'lim jazosiga elib ketayotgandek bilinyapti. Bu xil tuyg'u mening azobimga, qalbimga taskin berayotgan bo'lib, o'zimni yeniklab qolgandek his qilgan edi. Mening vujudim shundoq bir sezimga ega ekanki, mendagi necha yillik qalbimga kirib olgan razallikimning shunchalik tez vaqt ichida oq ko'ngillikka aylanishi meni mundoq bir qarashga ega qilgan edi. Ya'ni qilgan razalliking qanchalik qabih bo'lib, ana shu qabihlikingga uchirgan bechora notivallarning sana qaytirgan inkosi qanchaki tamkin va sap bo'lib, sening yo'qolgan vijdoningning qorong'u tarafiga tushirgan ozroq nuri seni shuncha tez esingga qaytira oladi ekan. Mana bu mening yakunim edi. Doktorning "Keldik, mana bu ishxona" degan so'zi meni cheksiz xiyollarimdan uyg'otdi. Men doktorning keynidan ishxona ichiga kirdim. Doktor o'rinda o'tirgandan keyin qo'ldagi bir varaq qog'ozga qarab turib, "Bemorning ahvoli ancha yaxshi emas. Bemorning o'pkasiga sovuq o'tib, og'ir yallig'lanibdi. Onundan boshqa bemorning tini aslidan ojiz bo'lg'achqimi va yoki bek azor yeb ketgachqimi, yurakidimi masal bor ekan. Shunga bemorni bolnisda yotqizib, davolatmasanlar bo'lmaydi" dedi. Qo'ldagi qog'ozni ustal ustiga qo'yib, boshqa qog'ozga bir nimlarni yozib edi. Doktorning degan gaplari quloq tubimda xuddi yer jahon portlab ketgandek anglanayotdi. Bo'libmi? Bemor ko'p azor yeb ketgachkimi degan so'zi yuragimga o'tkir pichoq bo'lib urilgan edi. Men ketyapman. Qo'limda menga doktor tutqizib qo'ygan bir varaq qog'oz bor edi. Qadamlarim og'ir bo'lib, menimda bo'lsa doktorning eng oxirgi "Har holda idiyajat tayyorlik qilib qo'yinglar" degan so'zi nerv talolarimga hujum qiladi. To'yuqsiz qo'limdagi qog'ozni qo'limdan birsi yulib olgandan esimga kelib, qadamimni to'xtatdi. Beshimni ko'tarib oldimda turgan ayolimni ko'rdim. Ayolimning qo'llari titrayotdi. Men ayolimdi. "Onamning ahvoli qanday? Onam hozir qayerda?" dedim-da, ayolim kelgan tarafga qarab maqdi. Bu chog'da ayolim "Hozir ahvoli yaxshi. Buni nega gapirdik-emiz?" dedi. Qo'ldagi qog'ozni menga ko'rsatib, men shu chog'da doktorning "Buni elib, pul to'lab etinglar" degan so'zi esimga kelib, "Pul topshirish o'rniga" deganimcha onamni izlab maqdi. Ayolim mening maqsadimni bilgandekla "O tarafdagi yotoqda" dedi. Koridorning bir tarafini ko'rsatib tur. Men qadamimni teziltib, ayolim ko'rsatgan tarafga qarab maqdi. Eshikni asta ichib, balnis ichiga kirdi. Hamda asta onamga qaradi. Onam ko'zlarimdan tushgan yoshni sezmagan edi. Yuragim bo'lsa, onam yeli ketib qoladigandek qo'rqish ichida tipirlayotdi. Men asta qadamlarim bilan onam yotgan karavotning qishiga kelib, onamga qaradi. Onam bo'lsa, ko'zini ching yumib, og'ir tiniqlari bilan yotadi.
men karvat oldiga kelib, tizilib o'ltirib, onamning chiroyiga to'ymay qarashga boshladi. Ko'zlarimdan bo'rondek to'kilayotgan yosh yuzimni bo'yib o'tgan edi. Ichimdagi yig'i bo'lsa, bo'g'zimga qoplashib qolgan bo'lib, ichimdan boquldayotdi. Onamning uyg'onib ketishidan ansirmagan bo'lsam edi. Bor ovozimni qo'yib etib, butkul jahon ahliga men vafosiz o'g'il, men rayimsiz inson, men shakli o'zgargan hayvon, men shakli o'zgargan hayvon deb nido qilgan bo'ladi. Onam mening yedimni purdimi yoki ichimdan chiqayotgan yig'ini sezdimi? Ojiz ko'zin asta ichib manga qara. Keldingmi bolam? Qani mening qishimda azroq bo'lsa-mu o'ltirgin. Bilamsan bolam, sening bu vaqtdagi hiding yana ham esimda. Tushunamsan? Har bir ota-onaning yaşangandagi orzusi bo'lsa, farzandlarining hidiga, ularning chegriga qanib elish. Shundaqla ularni bag'riga besib elish. Men sendan rozi bo'lam. Men sen bilan xeyli uzun yashayman deb o'ylagan. Chunki men asli o'g'limni endi topdim. Shu mening ketkim yo'q. Bir necha yil, bir necha oy, bir necha kun bo'lsa-mu, sen bilan birga yashayapsam deyman bolam. Dedi, titrayotgan qo'lini menga so'zib. Men onamning qo'lini chin siqdim. Onam mening vujudimdagi azobni tushungan edi. Shundaqla menga onalik mehri bilan tasalli beryotdi. Men onamning har bir so'zini butun zehnim bilan anglayotdim. Bu mening tunji qitim onamning so'zini astoydil anglashim edi. Afsus. Men onamning bu so'ziga loyiq emas edi. Og'zim hech gapga kelmaydi. Shundaqdimi onamning chiroyidan ko'zimni o'zalmay qarayotdi. Shu chaqda onamning ko'zidan chiqqan ikki tomchi yosh ko'z chanoqlaridan bo'ylab asta pastga sirg'ib tushishga boshladi. Shundaqdimi onamning chiroyida ayni vaqtdagi tirik ko'mib o'tgan vaqtdagi kulimsirash aks etib turadi. Ko'krak qapsimniki yuragim bo'lsa, onamning yuragiga birlashish uchun onamdan ijozat so'rayotdi. Dal shu vaqtda eshik ochilib, bolnis eshigidan ayolim kirib keldi. Ko'mib etilgan ona nomli bu ovozliq asarning 5-qismi mush yerda ayollashdi. 6-qism. Ayolim kirib, mening qishimga keldi. U qo'ldagi talonni menga tanglab tur. Bo'ldi, onamni balnisga yo'tgaylik. Hozir sestralar kirdi. Dedi, meni yo'lashtirib. Men ayolimga qarab qo'yib, asta o'rnimdan turdim. Hamda onamga qaradim. Onam qandoqdir ko'zini ching yumib, tep-tinish yotadi. Ko'z qarchuqidan sirg'ib tushgan yosh mangzida qurib qolgan bo'lib, yenik nafas elayotdi. Bu dorining ta'siri bo'lsa kerak. Dal shu chaqda ikki sestra kirib keldi. Sharqdan ko'tarilgan quyosh bolnis yotiqini yo'rtishga boshladi. Men kecha onamning karvati yenida tizilinib, onamning uyg'onishini kutib o'ltirdim. Ayolim bo'lsa, atdiganlik noshtilikqa ketgan edi.
Ayal o'tmay, balnis ichiga sestra kirib, yotoq ichini bir qo'r tozalagandan keyin mening yonimga kelib, "Efendim, kechiring, yotoqni tozalasak bo'pti ekan." dedi meni o'rnimdan turib turishni o'tinib. Men asta o'rnimdan turib, onamning karvatining besh tarafga yo'tkaldim. Bu chaqda onamning ko'zi ichilib, meni izlashga boshladi. Men onamning atrofga qarshidan shunday his qilgan edim. Men onamning oldiga kelib, "Ana?" deb chaqirdim past ovozda. Onam meni ko'rib, mehrli kulib qo'ygandan keyin yaqin kelishimni ishorat qildi. Men qo'liqimni onamning eg'iziga yaqin ekeldi. "Bala, meni uyga olib ketinglar. Uyni siyxindim," dedi zaif ovozda. "Ana, siz yaxshi davolanning. Uydan azirmasingizmi bo'ladi?" dedim, nima deyishimni bilolmay. Onam amalsiz xafa bo'lgandek jimib qoldi. Bu chaqda onamning bu holatini ko'rib, yuragim ichib ketgan edi. Aslida bugun atdigan mas'ul doktorning qishig'i chiqmoqchi edi. Faqat ayolim kelsila, kecha o'ylaganlarim bo'yicha ish qilmoqchi edi. Dal shu chaqda ayolim eshikdan tomoqni ko'tarib keldi. Men ayolimning oldiga kelib, "Keldingmi?" deb so'radim. Ayolim mening so'ragan savolimga javob bermasdilar. "Onamning ahvoli qandayroq?" deb so'radi, savolimga savol bilan javob berib. "Araldi yaxshi. Aras, men doktorning qishig'i chiqib kiray. Sen onamni asta turg'izib, tomog'ini yegir. Bo'lsa, uyg'otmasak bo'ladi, lekin tomoq sovib qoldi," dedim kichik bolaga gap tushundirgandekla. Ayolim onamni uyg'otish uchun karvat tarafga kelib qoldi. Men koridorda ketyaptim. Onamning hayotini izlab ketyaptim. Shundaqla qolgan razillikimning o'rnini to'shqizish uchun vaqt izlab ketyaptim. Qisqasi, onamni ozroq bo'lsa-mu beqib olish uchun, doktordan onamning umrini uzatib berish uchun ketyaptim. Yuragim yig'layapti. Qalbimda bo'lsa cheksiz pushayman. Ko'z oldimda bo'lsa onamning mehrli kulishlari bilan bechora holatdagi tip-tinish yetishlari aks etmaydi. Quloq tubimda bo'lsa doktorning ansiz gaplari jaranglayapti. Nishonim bo'lsa faqat birla. Ya'ni koridorning bosh tarafidagi doktorlar ishxonasi bor edi. Men doktor ishxonasining oldiga kelib, eshikni asta ochdim. Ishxona ichidan bo'lsa doktorni "Qarang" degan bo'sh ovozi anglandi. Men eshikni asta ochib, ishxonaga kirdim. Doktor ustal ustida bir narsalarni yezib o'ltirardi. Mening kirganimni ko'rib, beshini ko'tarib, "Qani o'ltir," dedi yon tarafda qo'yilgan kresloni ko'rsatib turib. Men doktorning bu gapiga quloq solmasdan, o'dol doktorning oldiga kelib, yig'lig'inimcha tezladim. Hamda ko'zimdan tushayotgan bo'rondek yoshlarimni surtib turib, "Doktor, mening onamni qutqazinglar. Men onamga muhtoj. Siz bilamsiz. Siz degan onasiga osar berguchi men bo'laman. Men bo'laman." Shundaqla onam bir umr mendan azar yeb o'tdi. Hamda bo'lsa-mu, men o'z xatoligimni tonish uchun menga vaqt bering. Men o'tkazgan xatoligimning o'rnini ozroq bo'lsa-mu to'shqizib olay. Menga ichingiz og'irmisimi mayli?
Lekin bir ozg'un o'g'ilning qalb ozorining yeniklatish uchun sizga qilgan murojaatini qabul qiling. Qabul qiling. Dedim yig'lab tur. Bu vaqtda doktor meni yo'lashtirish uchun allaqachon mening qishimga kep bo'lgan edi. Men doktorning yo'lishi bilan izimdan turdim. Doktor meni kresloga akilib o'ltirg'izib qo'yib, menga choy qo'yish uchun eshikning keyniga qo'yilgan sodalga qarab mangdi. U menga aytdi: "Ko'nglingizni tushunaman. Biz doktorlar albatta bemorlarni saqaytish uchun kuch chiqaramiz. Shundaqla saqaytish uchun davolaymiz. Onangizga kelsak, onangizning yishi cho'ng. Shundaqla kesili alayda bo'lg'achqa sizga shundaq degan. Biz degan doktor." dedi, qo'ldagi choyni qo'limga tanglab edi. Bizning qurbimiz yetmaydigan ishlar bor. Sizmi bilasiz, doktor degan hammaga qodir emas. Biz tirishimiz. Bu degan bizning mas'uliyatimiz. Siz xotirjam bo'ling deb qo'yib, sizga yolg'on umid ato qilsak, kutilmagan bir ish yuz bersa, o chaqda bizmi o'ngsizlanib qolamiz. Shunga bizmi mush usul orqali ba'zan ishlarning rostini bemorlarning oila a'zolariga aynan deymiz. Bu cho'qim shundoq bo'ladi deganlik emas. Ba'zi vaqtlarda bemorlarning ahvolida tuyuqsiz yaxshilanish bo'lib qolib, saqayib ketadigan ishlarmi oz emas. Shunga umidvor bo'ling. Biz bor kuchimiz bilan tirishimiz. dedi menga tasalli berib. Men doktorning gapidan bir ishni sezib turib-atdim. Lekin og'zimdan chiqarishni xohlamadim. Men faqat o'z azobimni yengiltish uchun qolgan razilligimni bir-birlab doktorga aynan deyish qaroriga kelgan edim. Ko'mib etilgan ona nomliq bu ovozliq asarning 6-qismi mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat.